bevaqt aytilgan azon. Xalifalik davrida bo'lgandi bir voqea. Adolatning sababi bo'lgandi bir qariya. U paytlari xalifa Odil Mu'tasim yerdi. Odillik Navshirvondan u paytda ta'lim yerdi. Bor edi bitta amir, shaytonga dars berguvchi, zulmi jonlardan o'tib suyakka ham yetguvchi. Chorlabdi bir kunisi ish boshi mahramini, hiyla nayrang bobida iblisning hamdamini. Bitta odam topasan, tillosi ham ko'p bo'lsin, yaxshi gapning quliyu yomonligi yo'q bo'lsin. Shunday qilib mashvarat ikkalasi bor bo'lib, layinga dars berguvchi sohibi tadbir bo'lib. Mahramning do'sti edi shaharda bir savdogar, xo'p yaxshi odam edi, emasdi bir hiylagar. Chorladilar amirning shohona bir uyiga, chandon izzatlar aylab o'tkazib uy to'riga. Siyladilar har xili anvoyi taom bilan, nush aylashib sharobdin ixlosiy tamom bilan. Kayfiyatlar zo'r bo'lgach, sekin gapni boshlabdi. 500 dinor kerak deb dangal aytib tashlabdi. Bir yildan so'ng berarga tilxatni ham yozishib, zo'r oshno bo'ldik deya aqllari ham shoshib. Savdogardan tilloni naqd sanab olishibdi. Vaqtida qaytarishga va'dada qolishibdi. Shunday qilib amirning bitibdi oson ishi, savdogar bechoraning olda turar tashvishi. Bir yil o'tib savdogar qarzni so'rayin debdi. Xo'p imanib amirning uyiga ham kelibdi. Amir ziyofat qilib siylabdi savdogarni, qarzdan bir so'z ochmayin qaytardi da'vogarni. 3 oy o'tib oradan yana keldi amirga, yana hech gap bo'lmayin chora ko'rmay tadbirga. Qaytardi savdogarni yaxshi ziyofat aylab, savdogar ko'p qatnadi xubda riyozat aylab. 1,5 yil o'tgan so'ng va'da qilingan paytdan amirga so'z aytibdi, hu qarzi qiyomatdan. Amir darg'azab bo'lib qaytibdi o'z so'zidan. Haqorat aylab chunon o't chaqnabdi ko'zidan. Hech narsa olganim yo'q, sen nobakor tujjordan, dodingni berib sening so'ng chiqumdir xumordan. Deya amir kazzob savdogarni haydabdi. Savdogar hayron bo'lib alamidan ingrabdi. Mahalladan oqsoqol birla qozini olib, amir uyiga bordi qog'ozlarini olib. Amir haydab solibdi, barchasini haqoratlab, behayo so'zlar bilan qalblarini jarohatlab. Chorasiz qolib qozi, oqsoqol ham qaytibdi. Bu qanday zamon deya savdogar ham nolibdi. Qarzidan umid uzib topshiribdi Xudoga, bitta darvish uchrabon qo'l ochibdi duoga. Darvish savol aylabdi. Bo'tam, qanday darding bor? Dardingni menga aytgin, mendayin ham darding bor. So'z boshlabdi savdogar, barin aylab hikoyat va qilibdi dunyoning ishlaridan shikoyat. Shunda darvish achinib bechora savdogarga bir maslahat beribdi bechora da'vogarga. Falon mahallaga bor, falon cholning oldiga, dardingni to'kib solgin, qoldirmayin oldiga. Shu chol qilur kushovda sening bu mushkulingni, yana anday afu et bu bechora qulingni. Deya davom etibdi. Darvish ham o'z yo'liga, belida kashkuli bor hassa olib qo'liga. Savdogar hayron qolib darvishning so'zlariga, uncha ishonqiramay yosh olib ko'zlariga. Mendan nima ketdi deb cholga bormoq bo'libdi. Xuddi ishi bitganday biroz shodmon bo'libdi. Mahallani axtarib topibdi qari cholni, ziyorat ham aylabdi donishmand oqsoqolni. Chol ham sezib tashrifning sababini so'rabdi, obdon eshitib gapini xizmatkorin chorlabdi. Va debdi, borib darhol falon amirga aytgin, meni chaqirdi deb darhol orqangga qaytgin. Xizmatkor bola borib uchrabdi u amirga, amir sezib ahvolni kirishibdi tadbirga.
va debdi: hozir borgum hazratimning oldiga, o'zim bormoqchi edim ko'pdan uning oldiga. deya amir bolani qaytaribdi ortiga. 500 dinorni olib tez minibdi otiga. Kelib ta'zim aylab salom berdi boboga, shundan ma'lum bo'ldiki ahvol qaridonoga. Amir 500 dinorni savdogarga qaytardi, shuning bilan o'zidan baloni ham qaytardi. Ta'zim aylab boboga qaytdi o'z saroyiga, agarda qaytarmasa tosh yog'ardi boshiga. Savdogar hayron bo'lib savol qildi: ey bobo, bundan na karomat bor, so'zlangiz hikmat manga. Hikoyani boshlabdi. Oqsoqol sekin asta, eshitganlar bo'lardi donolikka payvasta. Bir kunisi bir amir kayfi oshib qolibdi. Shu sababli g'ururdan aqli choshib qolibdi. Kuppa kunduz ko'chada ushladi bir ayolni, shahvoniy tug'yonlari olib qochib xayolni. Sudray boshladi uyga, qo'rqmagin u Xudodan, faryod solardi ayol, olam to'ldi nidodan. Amiri zolim esa dodga quloq solmagin, odamlarning so'zlarin bir pulga ham olmagin. Uyiga sudrab kirdi, u bechora ayolni dahshat qoplab olgandi, ul nochora ayolni. Oqsoqol qozi bilan uyiga bordik darhol, barchani haydab soldi, aqlimiz parishon hol. Bir ikki bechoraning sindirdi qo'l oyog'in, rosa ishga soldilar xizmatkorlar tayog'in. Barchamiz qaytdik ortga, qolmay umid nishoni, amir darg'azab bo'lib qiynalmadi vijdoni. Axirisi shul kecha uxlay olmasdan sira o'ylab topildi umid baxsh zo'r bir chora. Qilmoqchi bo'ldim ogoh bedor ul xalifani va qo'rqmayin bajardim mushkul bu vazifani. Azon aytib boshladim sahar bo'lmasdan burun, axir chora izlardim ayol so'lmasdan burun. Xalifa bedor ekan, eshitib ul azonni, muazzinni keltir deb yuboribdi posbonni. Posbon gasovul kelib darg'azab xalifamiz keltirishni buyurdi, bajarish vazifamiz. deya meni saroyga olib bordi shul zamon, shariatning posboni xalifadir begumon. Meni ko'rib so'radi: "Sanmisan ey badamal, azon aytib turg'izgan bandalarni bemahal?" Men dedim: "Ha xalifam, sizning bedorligingiz bilardim, og'ir damda xalqqa darkorligingiz. Bir voqea bo'ldiki, juda xunuk shul kecha. Hal qila olmadik biz qozi oqsoqol necha. Na Xudodan, sizdan ham qo'rqmagan battol amir bir bechora ayolni xo'rlasa, bu ne axir?" Noiloj qolib men ham axir aytib azonni, sizki bedor erdingiz, yubordingiz posbonni. Maqsadim ham shu edi, meni chorlatsangiz deb, voqeani aytayin, chora axtarsangiz deb. Xalifamiz eshitib ushbu mash'um xabarni amirni keltirishga yubordilar rahbarni. Rahbar ketib amirni zudlikla keltirdilar, bechora ayolni ham saroyga yetkirdilar. Erini ham oldirib oqsoqol qozi bilan hamma gapni eshitdi, tasdiqlab qozi bilan. Amirni qopga solib urdilar to'qmoq ila, joni do'zaxga ketdi to'g'ri bir so'qmoq ila. Xalifa ki amr etdi: "Barchangiz ko'rib qo'ying, zolimlikning jazosin hammangiz bilib qo'ying." Shunday qilib bechora ayolni o'z eriga qo'shib shodmon ayladi, gapi yo'qdir tadbiriga. Shunda xalifa menga: "Senga bergum vakolat, agar kimda kim qilsa, shundayin kim razolat, azon aytib shu zamon menga xabar berursan, muhtasib qildim seni, sohib xabar bo'lursan" deya farmon berdilar amirlarning yonida. Shundan qo'rquv dahshat bor amirlarning jonida. Agar azon aytib men chorlasam xalifani, ana unda ko'rsunlar amirlar tomoshani. Savdogar anglab bundan amir kelgan sababin, gap so'zsiz qarzning barin amir bergan sababin. Oqsoqol hikoyani shunday tamom aylabdi. Savdogar ul muridga hikmat kalom aylabdi. Nizomul mulkda kim keltirilmish hikoyat,
sulton mirzo ziynatlab nazmga soldik faqat.